Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Hamasning yuqori darajalik a'zosi Musa Abu Marzuk, Fatah vakili Mahmud Al-Alul va boshqa 12 Falastin tashkilotining vakillari yig'inga qatnashgan bo'lib, ular urushdan keyingi G'azo rayonini boshqarish uchun vaqtli milliy yarishish hukumati qurishga qo'shilgan. Bu kelishim 14 tashkilotning yakshanba kunidan boshlab o'tkazilgan 3 kunlik suhbatidan keyin 23-iyul seshanba kuni imzolangan. Suhbatdan keyin atalmış Beijing xitobnomasi e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, har qaysi guruhlar bo'linishni oxirlashtirish va Falastin milliy ittifoqligini kuchaytirishga aloqador Beijing xitobnomasiga imzo qo'ygandan keyin putkul yig'inning eng yorqin nuqtasi G'azoning urushdan keyingi hokimiyat yurgizishni cho'rdigan holda vaqtli milliy yarishish hukumati qurish kelishimi. Yarishish Falastin guruhlarining ishki masalasi, ammo xalqaro jamiyatning qo'llashidan ayrilanmaydi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy O'rta Sharqdagi iqtisodiy ta'sirini oshirish bilan birga diplomatiya jihatda yarashtiruvchi sifatida o'tirg'i chiqayotgan bo'lib, o'tgan yil dekabrda Saudiya Arabiston va Eronning muavin tashqi ishlar ministrlari Beijingda ko'rishgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tomonidan 2024-yili 6-oyda e'lon qilingan dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy ishg'ol ostidagi Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar uchun tarixiy va diniy madaniyat jihatdagi muhim bo'lgan 630 kentning ismini sistemli o'zgartgan. Garchi yezinomini o'zgartirish 2009-yildan boshlab yo'lga qo'yilgan va bugunga qadar taxminan 3600 kentga ta'sir qilgan jarayon bo'lsa-mu, ammo inchik tekshirishdan ayon bo'lishicha, bularning ko'pinchisi 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda yuz bergan bo'lib, o'zgartirilgan ismlarning 5dan birining madaniyat jihatdagi simvollik ma'noga ega ekanligi ko'rsatildi. Rossiya va Xitoy savdo dunyosidagi nurg'un ismlar Moskvada o'tkazilgan bir faoliyatda uchrashdi. Faoliyatga qatnashgan Rossiya neft shirkati Rosneftning bosh ijroiya amaldori Igor Sechin o'zlarining Xitoyning energiya importining taxminan %20%ni qondirganligini bayon qilib mundaq dedi. Bu yilning oldingi 6 oyida Rossiyaning Xitoyga energiya eksporti bulturga o'xshash mezgildagiga solishtirganda %4% oshgan bo'lib, taxminan 46 milliard dollarga yetdi. Sechin yana mundaq dedi. Rossiya yaqinqi 2,5 yilda Xitoyga neft tutishni ko'rinarli oshirdi va Saudiya Arabistonidan eshib bu davlatga eng ko'p neft yetkazadigan davlatga aylandi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump saylam raqobati faoliyatida suiqasd uchirgandan keyin tanqidga uchragan Amerika maxfiy mulozimat direktori Kimberly Chetli istifa berdi. Chetlining istifa berishi Tönnigan Avam palatasida qatnashgan yig'inda sobiq prezident Trumpga qartilgan qassob o'ltirishga urinish haqidagi savollarga javob bergandan keyin yuz berdi. 4 soatdan ortiq davomlashgan yig'inda har ikki partiyaning parlament a'zolari Chetlidan savol so'radi hamda uning qassob o'ltirishning oldini ololmaganligini qattiq tanqidlab, uni darhol istifa berishga chaqirdi. Kreml sarayının bayonotchisi Turkiya prezidenti Erdo'g'an bilan Suriya prezidenti Asadning avgustda Moskvada ko'rishadiganligi to'g'risidagi savolga javob berganda, ikki davlatning munosabatini yaxshilashni xohlaydiganligini aytdi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Kreml sarayının bayonotchisi Dmitry Peskov bu xabar to'g'risidagi savolga javob berib, Rossiyaning ikki davlatning munosabatini yaxshilashni ko'rishni xohlaydiganligini aytgan. Ammo bu xil uchrashishning Moskvada berilmaydiganligini jazmlashtirmagan. Egilenishicha, Amerika prezidenti Joe Biden nomzodlikdan chekingandan keyin o'zining o'rniga nomzod qilib ko'rsatgan Kamala Harris Amerika Davlat Majlisida o'tkaziladigan va Isroil bosh ministri Benjamin Netanyahu so'z qilgan yig'inga riyosatchilik qilmaydiganligini bildirgan. Isroilni shartsiz qo'llaganlik uchun tanqidlangan Biden hukumatidagi 2-nomerlik shaxs bo'lgan Harrisning Netanyahu bilan ko'rishishi va uning G'azo siyosatining qanday bo'ladiganligi talash-tartish qilinmoqda.